Har bir inson o'zini kasbini tanlayotganda albatta kasbini yaxshi ko'rish kerak. Menga bu yoqadi, bolalar bilan ishlash. Pensiyaga chiqqan ilk kunimni alohida eslayman. Chunki bu kunda men o'zimni shuncha yil qilgan mehnatimni samarasi edi. Mana shu quvonchimni ota-onam bilan bo'lishim keldi. Meni dunyoga kelishimga sababchi bo'lgan, meni tarbiyalab voyaga yetkazib, mana shu darajaga yetishimda, hurmatli bo'lishimda ota-onam sababchi bo'lgan. Ilk olgan pensiyamni o'sha meni voyaga yetkazib, dunyoga kelishimga sababchi bo'lgan, meni tarbiyalab shu darajaga yetishimda sababchi bo'lgan onajon bilan otajonimni mehmon qilganman va shu bilan birga yaqinlarimni, nevaralarimni xursand qilganman. Pensiyamizni har doim hech qanaqa muammosiz o'z vaqtida plastik kartamizga tushadi to'liq. Kechiktirilmaydi. 3-4 sanalagacha pensiya maoshimiz hech qanaqa muammosiz plastikka tushirib beriladi. Oylik maoshimiz bilan pensiya puli vaqtida tushgani menga demak o'zimni shaxsiy rejalarimni to'g'ri tashkillashtirishimga yordam beradi. Pensiya sohasida, tizimida juda ham katta o'zgarishlar bo'lyapti. Bu o'zgarishlarga men ijobiy qarayman. Misol keltiradigan bo'lsam, yaqinda tanishlarimiz bilan birga yig'ilganimizda dugonalarimdan biri tug'ilgan kunida pensiya tayinlaganini aytib qoldi. Men bunga juda ham qiziqdim. Demak, dugonam hech qayerga murojaat qilmasdan, hech qayerga telefon qilmasdan telefoniga sizga pensiya tayinlandi deb esimiz keldi deb aytdi. Men bundan juda ham quvondim. Masalan, hech qayerga murojaat qilmasdan uyingizdan chiqmagan holingizda pensiyangiz demak telefon orqali xabar kelib turibdi. Men oladigan bo'lsak, men pensiyaga chiqishda pensiya jamg'armasiga borib, ularga murojaat qilib, oldingi ishlagan joylarimga borib, ishlaganim to'g'risidagi ma'lumotlarni yig'ishimga to'g'ri kelgan. Bu juda ham ko'p vaqt olgan, ham noqulaylikni keltirib chiqargan. Hozir esa juda ko'p qulayliklar qatorida mana shu tizimni kiritilishi ham yangilik hisoblanadi. Prezidentimizga buning uchun rahmat aytamiz. Xalqimiz, fuqarolarimiz uchun bu qulaylik sharoit yaratish bilan birgalikda vaqtni ham tejaydi. O'zimning pensiyamning miqdorini bilish uchun MyGov.uz onlayn tizimida portalda yo'lga qo'yilgan tizimdan, xizmatidan foydalanaman. Bu juda ham qulay, chunki hech qanday bankka bormagan holda, pensiya jamg'armasiga bormagan holda uyda o'tirgan holatingizda bu xizmatdan foydalanish mumkin. Bundan tashqari pensiyaga doir bo'lgan boshqa xizmat turlari ham mavjuddir. Bu insonlarga juda ham qulay hamda vaqtni tejashga yordam beradi. Avvalambor o'qituvchi sifatida men o'zimga, hamkasblarimga yoki mana endi ish faoliyatini boshlayotgan yoshlarga maslahatim, avvalambor har bir inson o'z kasbiga mehr qo'yishi kerak, o'z kasbiga sodiq bo'lishi kerak. Albatta o'zini kasbini yaxshi ko'rsa, kelajakda shu kasbini yetuk mutaxassis bo'lib yetishib chiqadi. Ish staji va orttirgan tajriba asosida pensiyani shakllantirishda zamin tayyorlab boriladi. Buning uchun albatta rasmiy ravishda mehnat shartnomasi tuzgan holatda ishga joylashish kerak. Norasmiy ravishda ish faoliyatini olib borayotgan shaxslar uchun mening maslahatim imkon boricha rasmiy ravishda mehnat shartnomasi tuzgan holda ishga joylashib ishlashlarini tavsiya etardim. Agar buni imkoni bo'lmasa, hozirda o'zini o'zi band qilib, ijtimoiy soliq to'lab ham pensiyaga chiqish mumkin. Imkoniyatlar juda ko'p. Mana shu imkoniyatlardan to'g'ri foydalanish kerak. Pensioner sifatida shuni aytishim joizki, har bir inson o'zidagi resurslardan oqilona to'g'ri foydalanib, kelajakda yaxshi miqdorda pensiya olishga erishishi mumkin.